Assalomu alaykum qadrli YouTube chorva ishqibozlari, Jasur bola kanalining obunachilari. Bugunga chiqaradigan 2 dona xudo xolasa bo'g'oz mollarimiz bor. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod qishlog'idan bo'ladi akalar. Bugungi bo'g'oz mollarni birinchi qoringa 8 oylik bo'g'oz a? 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz. Birinchi tug'ishiga tutamlari ham o'sha yelim qo'zg'ab qo'ygan akalar, mana ko'raverasizlar. Xudo xolasa et boshlari zo'r. Orqadan ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz akalar. Orqadan ko'rinishlar. Ko'rib olaverasizlar. Yeb ichishi tanijoni sog'. Orqalari mana tepalari akalar. Molimiz ajoyib. Mol yurgizib ko'rsat. Aylantiring. Yurgizing mollarimiz tanijoni sog' akalar. Ko'rib olaverasizlar. Molimiz juda ajoyib. Tanijoni sog', yeb ichiga javob beramiz akalar. Molimiz bo'ylari 120 plus minusida. Abdulvoz yeb ichishiga, sog'lig'iga javob berasizmi? Yeb ichishiga bir hafta garantiyasi bor. Havodan keladigan kasalliklarga javob berilmaydi akalar. Yeb ichib o'ynab turishini ko'ringlar. Mana molimiz juda ajoyib. Bir yurgizib ko'rsataylik. Yetaling. Asfaltga yur. Mashina yetalaylan. Ana akalar. Ha, asfaltga. Molimiz parodasi ham yomon bas akalar. Ro'zg'or bor. Yelinlari ham juda yuvoshliklari. Yosh bolalar soqsa ham bo'laveradi akalar. Ro'zg'or bor. Mollarimiz akalar 120 plus minusida. Qiziqqanlarga e'tiboshi ham zo'r. Tanijoni sog', xonadondan. Doim aytadigan gapimiz, xonadondan olsalaring akalar. Yeb ichishiga javob berishadi, uylaringga vodiy bo'ylab dastavkasini bepul qilib berishadi akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Abdulvoz og'zaki telefon nomeri aytib yuboring-ku. 94lik 633 94lik 633 3095 94lik. Aloqaga chiqaverasizlar. Ana akalar, ko'raveringlarchi, mollar molimiz ko'rinish. Akalar nima deyapti? Bir ishqiboz bo'lsalaring, bir telefon qilinglar. Bitta moling bormi desa, bor deb ko'rsatsa bo'laveradigan ola parvoda molimiz akalar. Tanijoni sog', yeb ichisiz bor. Narxiga nima deymiz Abdulvosid? 24 million kami bor. Biz obunachilar telefon qilsa, ancha tashab berasizmi-ku? Ancha o'tib beramiz. Telefon qilishingiz ish bitadi. Telefon qilaverasizlar, ish bitadi. Mana akalar, yana bir ko'taralik. Xolasalarni screenshot qilib ko'raverasizlar. Bo'ylari o'sha 120 plus minusda. Juda ajoyib mol ekan akalar, yuvoshligi o'ta yuvosh. Mana. Buni olib kiraveringlar. Yaxshi. Endi ikkinchi molimiz. Bismillah. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi molimiz. Bu necha oylik bo'g'oz uka? Bunisi 6 oylik bo'g'oz aka. 6 oylik bo'g'oz. Tishi qanaqa? Tish buzgan a? Tishi bitta buzgan. Ha, tishi 2 dona. Yeb ichishi, sog'lig'i? Yeb ichishi tanijoni sog' mana, qonlari to'yib. Qonlari to'q. Yuvoshliklari qanaqa buniki? O'ta yuvosh aka. O'ta yuvosh ham molimiz. Tishi 2 ta xo'p. Bo'ylari 120 plus minusida. Mana orqadan ko'rinishlari akalar. Tutaylarini ham ko'rsatib o'tamiz.
Bitaylar ham juda ajoyib akalar mana. 6 oylik bo'g'oz molimiz. Xo'p, yurgizinchi bir yeb ichishiga, sog'lig'iga javob berasiz. Vodiy bo'ylab dastavka qilib berasiz uka. Molimiz juda ajoyib, boshqacha mol ekan. Ko'ringlar akalar. Mana oldindan ko'rinish. Mana akalar, tani joni sog'. Bosib o'radigan joyi keldi akalar, arzon. Arzon narxlarda ekan. Narxi ham yomon emas. Itlari ham zo'r ekan. Talashadigan baho aytmadi. O'shuning uchun mana talashmayapman akalar. Ammo bizning kanaldan chiqadigan podpисчиlarga arzon qilib berasiz uka. Ancha tushib berasiz uka. Telefon qilsa ish bitadi aka, xudo xohlasa. Telefon qilsa ish bitadi. Telefon nomerimizni yana aytib o'tib ketamiz. 94 633 3095 ga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, mollar tani joni sog'. Ma'lumotlarini berib o'tdik. Bo'ylari 1.20 plus minusida. 6 oylik bo'g'oz bunisi. 6 oylik bo'g'oz akalar. Yurgizing bitta aylantiringchi ko'rsataylik yana bir foto. Mana akalar. Aylantiring, yurgizing. Yetali. Mana akalar. Tutamlarini qaranglar. Orqadan ham ko'rinib turibdi tutamlar. Akalar, qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bor. Behijolat. Abdulvosit, biz obunachilarga doimga aytgan gapim o'sha. Ancha tushib berasiz. Vodiy bo'ylab dastavka qilib berasiz. Dastavka qilib beramiz. Bir hafta yeb ichishga garantiya bor ekan, xudo xohlasa. Anjomlar sog' yeb ichib turibdi bizda. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Hammalarning chorvalaringga baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mehnatimiz arsa bir dona like bosib qo'yasizlar akalar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.